Doktor Ali rayhon kremi. Mana shu kremni men hatto nevaralarimga ishlatdim. Nevaralarim gripp bo'lganga mabiyaqlariga, tomoqlariga surkaldi. O'zimni belim qotib qolar edi, belimga surkaldi. Surkaganimizga yaxshi bo'ldi. Hattoki bitta qo'shnimizni, kelinoyimizni oyoqlari og'riganga berdim. 2 kun deganga shifosini topib, oyoqlari yaxshi bo'lib yurib ketdilar. Assalomu alaykum birodarlar. Mana men Fozilova Jamila Abdunaymovnaman. Tojikiston Respublikasidan keldim. Menga shunaqa kasallik bor ediki, hal qilmas edi organizmim. Doktorlarga bordim. Ukol dorilar yozishdi. Ukol dorilarni oldim. Keyin o'sha yerga menga osma ukol yozishdi. Tabletkalar yozishdi. Osma ukolni ham oldim, tabletkasini ham ichdim. Bir hafta 10 kun kutdim, uncha yaxshi bo'lmadi. Keyin reklamadan, doktor Ali Choy reklamadan telefondan ko'rib qolib, adresini so'rab surishtirib keldim. Kelib mana shu yerdan shu mahsulotlarni olib ichganimga menga 2 kunga bilindi. 2 kunda ichiga meni organizmim yurishib ketib, yaxshi bo'lib, yengil bo'lib, o'z holimga qaytishim bilindi menga. Sumbul shifo degan mana shuni ichdim, bunisini mana garmo. Keyin ko'p dorilar berishdi. Mana bu balzamni berishdi. Men 2 kunga bildim foydasini. 2 kunga meni organizmim to'xtab qolgan joyidan shunday yurishib ketib, yana oldingi holga qaytdim. Shifosini bildim. Juda ham yaxshi ekan. Shifosini bilasizlar. Mana bu balzamni hattoki nevaralarimga ishlatdim men. Doktor Ali rayhon kremi. Mana shu kremni men hatto nevaralarimga ishlatdim. Bu juda ham yaxshi ekan. Nevaralarim gripp bo'lganga mabiyaqlariga, tomoqlariga surkaldi. O'zimni belim qotib qolar edi, belimga surkaldi. Surkaganimizga yaxshi bo'ldi. Hattoki bitta qo'shnimizni, kelinoyimizni oyoqlari og'riganga berdim. Bitta uchta, bittasini berdim. U kishi ham 2 kun deganga shifosini topib, oyoqlari yaxshi bo'lib yurib ketdilar. Hay, marhamat, kelinglar, juda ham yaxshi shifobaxsh mahsulotlar. Shifokor ko'rigi bepul, mutlaqo bepul ekan. Hozir bu ko'rikni, bu dori-darmonlarni hozir men 50% ga menga hisoblab berishdi. Hattoki sovg'a ham qilishar ekan, sovg'asi ham bor ekan. Bitta ikkita dorilarni sovg'a qilib berishyapti. Rahmat. Men tavsiya qilamanki, qayerga bo'lishlaringdan qat'iy nazar, O'zbekistonmi, Tojikistonmi, Qirg'izistonmi kelinglar, marhamat. Tavsiya qilaman. Juda ham foydasini bildim, tabiiy mahsulot. Kelinglar, marhamat, bemalol kelib, ko'rikdan o'tib, davolanib, yaxshi bo'lib ketishlaringga men kafolat beraman.